Do'stlar, biz bugun sayohatimizning 6-kunidagi ilk ziyoratgohimizga ham keldik. Sulton Saodat ota ziyoratgohi. Sulton Saodat ota ziyoratgohi ushbu kishining tarixi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning nabiralari hisoblangan Husaynga borib taqaluvchi payg'ambar avlodlari hisoblanar ekan. Ushbu ziyoratgohning maydoni 4 gektarni tashkil qiladi. Termiz Saidlar oilasi vakillari dafn etilgan maqbara binolari guruhidir. Said so'zining ma'nosi ya'ni ulug'lar dafn etilgan ziyoratgohda majmua 9-asrda oila asoschisi hisoblangan Husan Ali to'g'rimizda turgan Husan Ali Amir maqbarasi bilan shakllana boshlagan ekan. Ushbu ziyoratgoh Sulton Ali Saodat ziyoratgohi hozirgi Termiz shahridan 3 kilometr shimoli-sharqda joylashgan. Ma'lumot uchun